8-mart bayrami mana ertaga barcha opa singillarni, onajonlarni tabriklayman. Avvalambor meni dunyoga keltirgan onajonim rahmatli ruhlari shod bo'lsin. Ustozimni onajonlariga ham ruhlari shod bo'lsin ilohim. Qaynona oyijonimni ham. Meni shu darajaga kelishimga qaynona oyijonimning duolari juda ham katta sababchi. 4 qator aytib bermoqchiman. Mehr to'la dunyo, mehribonim ko'p. Mehringga hech kimsa zor bo'lib qolmas. Men uchun olamda bir zot bo'lsa bas. Onajonim o'rnini hech kim bosolmas. Men uchun olamda bir zot bo'lsa bas. Onajonim o'rnini hech kim bosolmas. Onajonim o'rnini, mehribonim o'rnini, jonajonim o'rnini hech kim bosolmas. Jonajonim o'rnini, mehribonim o'rnini, onajonim o'rnini hech kim bosolmas.